Mana o'quvchimiz Saidazam Okeylar ham shunday kuboklar bilan taqdirlangandi. Yutuqlari ham undan da yuqori bo'ldi. Bizni maktabimizda bolajonlarimiz nafaqat ilm yuzasidan, balki boshqa jabhalarda ham o'zlarini ko'rsatishyapti. Bunga yaqqol misoli mana Saidazam karate bo'yicha Osiyo ochiq chempionatida o'z o'rnini egalladi. Ular maktablarga yetsin, nafaqat sport sohasida, balki boshqa sohalarda ham o'z o'rnini topishlariga tilakdoshmiz va Saidazamga bundan keyingi yutuqlarda ham katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Rahmat. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Mana shu viloyatimizda, tumanimizda judayam nufuzli Sherobod maktabi ochildi. Beshariq tumanida. Qayta ham ko'p joylarda gapiraman. Beshariq tumanida fahri judayam bir dunyo standartlariga mos ravishda biz orzu qilgandan ham a'lo darajada mana shunday ilm dargohi tadbirkorlarimiz tomonidan tashkil qilindi. Ushbu dargoh Yevropa, jahon, dunyo standartlariga mos, ayniqsa men tez bilimli o'quvchilar, ustozlar judayam yuqori darajaga yetishgan ustozlar ta'lim beradi. Hamma ustozlarga rahmat aytaman. Mana shu maktabimizdan Abdug'ofurov Saidazambek Osiyo ochiq chempionatida faxrli birinchi o'rinda egalladi. Respublikamizda o'tkazilgan xalqaro turnirlarda, O'zbekiston chempionatlarida birinchi o'rinlarni egallab, mana shu o'quv dargohimizga taqdirlash uchun keldik. Mana shu kamar egasi bo'ldi. Ushbu kamar va kuboklarni Sherobod sport maktab rahbari tomonidan va ustozlar tomonidan kuboklar bilan, kamarlar bilan, diplomlar bilan birgalikda taqdirlab qo'yamiz. Bu shogirdlarimiz kelajakda bilimli, juda kuchli O'zbekiston vatanimizga xizmat qiladigan buyuk insonlar bo'lsin. Vatan uchun kelajak buyuklarimiz shunchalik bizga vaqt ajratgan sinfdoshlarga ham, ustozlarga ham katta rahmat. Shogirdlarga ruhiy motivatsiya bo'ladi. Saidazambekka omad tilaymiz. Tumanimizda juda katta faoliyat ko'rsatgan ustozimiz taqdirlanmoqda. Mana bu ishda ham yaqin 30 yilga nufuzli musobaqalarda bu yigitimiz kubok medallari, ellikdosh medallari, diplomlari bor. Hammasi topilgani hozir nima qilmadik. Lekin darsdan bo'sh vaqtlarda har doim biz bilan birga yozgan kunda ham tarbiyasi ham, bilimi ham juda kuchli. Ushbu shogirdimizni ota-onalariga, buvajon, bobojonlarga Bek karate klubi nomidan katta rahmat aytamiz. Mana shunaqangi kuchli o'quvchilar ko'paysin, sportga qiziqadigan ota-onalar ko'paysin. Hammalarga rahmat aytamiz. Yana bir bor Sherobod sport maktabini rahbariga, Bek karate klubi sportchilari va tumanimiz juda ko'p insonlar nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Tabriklaymiz.